mana ko'pchilik beradigan savol, postga yaqinlashyapmiz. Postda odamlar 2 stop belgisini qo'yib qo'yadi. Ya'ni stop belgisi bo'lsa, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlaydi. Lekin aynan postlarga qo'yiladigan 2 stop belgilariga biz to'xtamasdan o'tib ketishga haqqimiz bor. Boya aytganimdek, yo'l harakati qoidalari va 234-57-86 GOST bo'yicha stop belgisi postlarga qo'yilishi belgilanmaganda. Ayniqsa mana Toshkent postiga ko'p qo'yiladi. Kechki payt shomdan keyin o'sha yerda probka ko'payib ketadi. Aynan mana shu belgini deb bir xil hamma to'xtab o'tadi. Bashim ko'rgan bo'lsam, men prям to'xtamasdan o'tib ketaman-da. To'xtayotganlarga signal chalaman даже. To'xtamasdan o'tib ketaman. Huquqiy savodxonligi bo'lmagan haydovchilarga jarima solish maqsadida tuzilgan deb o'ylayman. Chunki jarima yozilgan holatlar bo'lgan. Meni ham to'xtatishgan, to'xtamasdan o'tganimda huquqimni talab qilganim uchun qo'yib yuborishgan. Просто probka sazovat qiladi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q o'tdi, manfaat yo'q, ko'zlangan manfaat. По-любому odamlar postga yaqinlashayotgan sekin o'tib ketadi. To'xtab o'tishi o'sha ortiqcha. Shunaqa qiziqarli videolar yo'qotib qo'ymaslik uchun Qonuniy gaplashamiz kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.